Hammaga salom, sizlar bilan yana Tez News. O'zbekiston internetining 30 yilligi munosabati bilan Toshkentda 27-28 aprel kunlari Blockchain Hackathon 2025 musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir blockchain texnologiyalari ixlosmandlari, dasturchilar va mutaxassislarni bir joyga to'plagan. Musobaqa yagona integrator Uzinfocom hamda O'zbekiston istiqbolli loyihalar milliy agentligi ko'magida tashkil etilmoqda. Keling, hozir jarayonlar qanday bo'layotganini birgalikda ko'ramiz. Hackathonda O'zbekistonning turli hududlaridan 15 ta jamoa ishtirok etyapti. Ishtirokchilar yakka va 5 kishigacha bo'lgan jamoalarda intensiv 10 soat ichida markazlashmagan ilova prototipini yaratishga harakat qilishlari kerak. Ular nafaqat texnik bilimlarini, balki jamiyatga haqiqiy foyda keltiradigan yechimlar yaratish qobiliyatini ham namoyish etishlari kerak. O'zbek internetining 30 yilligi munosabati doirasida Blockchain 2025 hackathoni o'tkazilmoqda. Bu tadbirda 60 ga yaqin ishtirokchi saralanib olib, 35 gacha yaqin hozir ishtirokchi qatnashmoqda. 15 tagacha bo'lgan jamoa qatnashmoqda. Ular ekologiya, biznes, fintech, sog'liqni saqlash, korrupsiyaga qarshi kurashish va shunga o'xshash yo'nalishlar bo'yicha bahslashmoqda. Bu tadbirning asosiy maqsadi blockchainga bo'lgan umumiy yoshlarda qiziqishni oshirish, blockchain texnologiyasidan foydalanish madaniyatini shakllantirish va umuman olganda yanada ko'proq ishtirokchilarni kadrlarga aniqlash. Barcha mezonlarni hisobga olgan holda g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra g'oliblar quyidagicha taqdirlandi. 3-o'rinni egallagan jamoaga 20 million so'm, 2-o'ringa 30 million so'm hamda 1-o'rinni egallagan jamoaga umumiy 50 million so'm pul mablag'lari beriladi. Uz domeni 30 yilligi munosabati bilan Blockchain Hackathon 2025-yil tadbiri bo'lib o'tdi. Xususan unda hozir bilamiz, blockchain texnologiyasi nisbatan yangi zamonaviy texnologiya bo'lgani uchun ishtirokchilar soni nisbatan kam bo'ldi, lekin asosan hozir 6 ta jamoa ishtirok etdi ushbu tadbirda. Xususan crowdfunding, elektron ovoz berish tizimi, shuningdek Telegram ichida mini applicationlar, shunga o'xshash blockchain texnologiyasini keng qo'llagan loyihalar taqdim etildi. Blockchain Hackathon 2025 tanlovi birinchi marta o'tkazildi O'zbekistonda, chunki bu sohada mutaxassislar yo'q edi, uncha populyar emas edi. Shu sababdan biz ushbu tadbirni o'tkazdik. Zamonaviy texnologiyalarda keyinchalik loyihalarni amalga oshirishni maqsad qilganmiz. Keyinchalik bu loyihalarni e'lon qilamiz. Bizda hozircha shular, bundanda qiziqarli jarayonlarni va yangiliklarni Tez News kanalida kuzatib boring. Bizga obuna bo'ling, salomat bo'ling.